Hafiza, Hafiza, kutib oling bizni. Aka singilmiz, juda inoqmiz. Hafiza, Hafiza. O'ynab tolmaymiz, kulib o'ynaymiz. Hafiz va Hafiza. Kunlar o'tdi ro'zgacha, zerikmaymiz to'yguncha. Hafiz va Hafiza. Hafiza. Yangi ilmni o'rganamiz. Islom bilan tanishamiz. Yo'qolgan hamyonning javobgarligi. Birinchi qism. Mana. Bolalar, unday qilmanglar. Bas qilinglar. Bo'ldi. Bo'ldi qil. Hozir. Mana. Yo. Qo'y. Obbo. Ha? Kimnidir hamyoni tushib qolibdi. Qani ochib ko'raylik-chi. Yo'q, Qobil, bu yaxshi emas. U bizniki emas. Ochishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Unday qilma. U to'g'ri aytyapti, Qobil. Agar uni ochib ko'rmasak, egasini qanday qilib topamiz? Kelinglar, ochib ko'ramiz. Ha? Kelinglar, ichidagini bilamiz nimaligini. Yo. Nima bor ekan? Bu kimning surati? Unday qilma, Qobil. Pullarni ko'pligini. U pullar seniki emas, tegma. Bechora egasini hozir rosa xunob boshiyotgandir. Kelinglar, ichkariga kiramizda hamyonni dadamga beramiz. Dadam hamisha to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Ha, rost. Kechirasiz ustoz, naqd pul qancha ekan, unga qancha yegulik olish mumkin? Qobil. Bu nima deganing? Uni egasini topib qaytarib bersak yaxshi emasmi? To'g'ri. Darsni tugatgach, barchamiz uni egasiga qanday qaytarish haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Chunki bu bizning vazifamiz. Ammo hozir darsni boshlaymiz. Hamyon egasini topishda ishni nimadan boshlaymiz? Qo'limizda suratdan boshqa ma'lumot yo'q. Diqqat bilan qarasak, foydasi tegadigan biron belgi chiqib qolar. To'g'ri aytasan. Agar yaxshilab ko'zdan kechirsak, albatta kalavani uchini topamiz.
shovqin solma inna. Ah, Xo'sh. Ha? Davomi bor.